Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Payshanba mol bozorida kelganmiz. Bugungi sanamiz 2026-yil 6-oy 25-iyun hafta kunida payshanba. Bu payshanba bozori haftaning har payshanba kunlarida bo'ladi. Mana shu yerda sog'liq qo'ylarida qo'y qilishga bo'ladigan sog'liq qo'ylar bilan tanishtirib boramiz. Birinchi videomiz ana shu sog'liq qo'ylar haqida bo'ladi. Keyingilarda xudo xolasa o'zi qo'chqorlardan boshlaymiz. Ana shu urug'li qo'chqorlar hammasini bir qator sizlar uchun tanishtirishda davom etamiz. Imkon boricha qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa kommentariyada bildirib o'tingizlar. Kommentariyani hech chetda qoldirmay hammasini o'qib borishga harakat qilamiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab boringizlar, biz sizlar uchun boshladik. Assalomu alaykum aka, zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Aka, bu qo'ylarni juda chiroyli, go'zallardan olib kelibsiz. Qo'ylar hammasi zo'r aka. Qo'ylar yomoni yo'q. Mana soq chori qo'yaganman. Yoshlar soq chori, ha? Ha, soq chori. 2 tish, 4 tish. 16 soq. 16 soq. Ha, 4 ta chori aka. Ikkita bitta panji qo'yib yuborishadi. 21 tami so'ng? Ha, 21 ta aka. 21 bosh qo'y. Mana shu kashtan nimadir? Yosh nimasi shuni? Kashtan chori qo'yib panjiga chiqaman deyapti. Chorimi? Ha, chori qo'ydan panjiga chiqaman. Bo'ylari 85 bor, aniq. Ha, 85 bor aka. 85 chiqadi, 90 ga qarab boradi. Mana bu yigit qo'pol aka. Bu yigit qanoqlari. Qayerdan kelgansizlar akalar? Oltinsoydan kelganman. Oltinsoydan keldi akalarimiz bilan shu yerdan. Sekin shu yerda. Ot bozoriga yaqinda, ot bozoriga yaqin shuning uchun talpa bo'ladi. Narxlarimi deysizmi, narxlari? 10 million kam bor aka. Bir joyga 10 milliondan kami bor, ha? Bir joyda 10 milliondan kam bor deyapti akalarimiz. Dona olsa qancha bo'ladi? Dona kelishamiz. Donaga olsa kelishamiz. Bir joyda 10 milliondan kam bor deyapti mana. Qo'ylarimiz juda zo'r. Yaxshi. Oladi zo'r mana tuzoq aka mana. Ab qo'yimiz tuzoq aka. Metr ham olib kel, metrlab ham ko'rdik. Mana bu qo'ylar ham yomon qo'ylar emas. Mana hozir sog'liq sezon juda ko'p, juda boshlangan sog'liq sezon. Sharofiddin Uz kanalidan ko'rasizlar. Sog'liq sezon boshlangan. Shuning uchun bu tarafda ham, narigi tarafdan juda ko'p kirgan. Qo'zilar sog'liq sezonlar boshlangan. Lekin sog'liqlar qimmat. Sezon boshlangani uchun qimmat. Mana bu yerda kashtanlari 90 santimetrlik kashtanlari bor. Bu ham kashtan, bu ham kashtan. Hozir ular yoshlarini bilib olamiz. Xudo qo'ldan kelgancha. Kimdi? Qo'y egalari. Egalar kim, egalari bilan ma'lumotni olaylik. Aka bu yoshlar nima ma'lumot beradi? Soq. Bu soq chori 2 tish, bu qo'ylarimizdan 2 tish, 4 tish. 2 tish, 4 tish. Qayerda qo'ylar? Oltinsoydan kelgan. Oltinsoydan mehmonlarimiz ko'p kelishgan. Soni bir 25-30 ta bor, ha? 25 ta. Qaysi sotiladi baraka bo'ldi? Baraka bo'lgan bo'lmasa baraka bo'ldi. Yo'q, ha? Narxlar nima deyapti? Nima deyapti? 10 million. 10 millionning bir joyda, ha? Bir joyda 10 milliondan kami bor. Mana bir joyda 10 milliondan kami bor. Endi yaxshi savdo qilsa bitib qoladi. Arzonroq oladi. Yaxshi bir joyda hammasi savdo qilsa. Mana qo'ylar holati juda zo'r. Qo'chqorga tayyor holatga hurmatli obunachilar, mana bu Surxondaryo soriq qo'ylaridan so'ragan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar videoni. Do'stlar, olmayin desam nima qilay? Mana shunday bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal, bir-biridan o'tadigan qo'ylar, soriq qo'ylar mana hammasi kelgan bu yerda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Bular ma'lumotini bering chiqqani? Usoq, hammasi. 2 tish qo'ylarimiz ekan. Keyin shu chori qo'yishlar. Mana chori. Mana shu bilan. Mana qo'y chori. Ikkita chori qo'y, qolganlari usoq. Qayerda qo'ylar aka bular? Sarasiyo. Sog'lom hammasi. Hal qo'chqor qo'shilmaganmi? Yo'q, qo'shilmagan. Qo'shishga tayyor bo'lib turibdi hali. Qo'chqorga tayyor. Narxlarimi bular? Yengil narx aytamizmi? 9 dan yaxshi kam bor ekan. 9 dan. 14 savr ishda chorisi bor ekan. 9 dan aytilyapti, kami bor. Yana savdo qilasizlar. 14 ta qo'yib. 10 ta dusoq ekan. Ikkitasi chori ekan. O'sha 10 ta ekan somon. Mana do'stlar, puli yengilroq variantlardan so'raganlarga mana hammasi 40 qo'ylardan iborat mana.
Sovrin afzalligi mana shu yerdan bilib olaverasizlar do'stlar. Mana bu pul yengilroq, o'rtacha holatdagi qo'ylar. Yamonga ham o'tmaydi, zo'rga ham o'tmaydi mana sizlarga. Lekin qo'y qilishga bo'ladi, bemalol tavsiya qilaman. Aka, bular ma'lumotini bering. Sizlar chorso'li. Chorso'li, ha? Hammasi 4 tish chorso'lilar ekan. Ikkinchi qoringa bo'lgan, yana uchinchi qoringa tayyor turibdi bular. Narxlarimi bo'ladi? 8 ming aytilyapti. Ha, 8 ming aytilishi, kelishtirib beriladi yana. Bo'lsa qo'chqormi yoki qo'chqor ham bor ekan. Bular hali qo'chmagan-a? Qo'chganmi? Qo'chgan hammasi mol qiladi. Mana qo'chqor qo'yilgan, bo'g'oz bo'lishi mumkin. Qo'chqor nimasi bu? Chorimi? Qo'chqor chori ekan. 8 dan aytilishi endi nechilardan bitib bo'ladi, bitishi. 8 7 pastgacha gaplashib ko'riladi bir joyga. Bir joyda gaplashib ko'riladi. Mana biz davom etamiz, hurmatli obunachilar. Hisori qo'ylardan so'raganlarga, bugun hisori qo'ylar savdolar juda ko'p kirgan bozorga. Juda ko'p. Holati ham hammasi yaxshilari kirgan mana. Mana dasht qo'ylardan so'ragan aka-ukalarimizga bemalol kelaverasizlar, telefon nomerlarini ham qoldiramiz, bog'lanasizlar. Bular yoshlar nimada aka? Birinchi qorni, ikkinchi qorni. So'q chori panjilari ham bor ichiga? Yo'q, panji qo'y yo'q. 2 tish, 4 tish qo'ylarimiz 2-3 qoringa tayyor. Bemalol qo'y qilsa bo'ladi bularda ham. Mana. Hammasi bir xil. Bir yemmi deyman bularni? Ko'p bir yenga o'xshayapti. Bir qo'rani qo'ylariga o'xshayapti. Qayerda qo'ylar aka? Sangardagidan kelyapti. Sangardagdan keladi. Mana. Qo'ylarimiz holati yomon. Hal qo'chqor qo'shilmagan-a? Qo'chqor qo'shilmagan. Ana ular tayyor bo'lib qolib qo'chqorga qo'shishga. Bular narxlari nima deysiz? Bir yengil narx qo'yaylik sizdan bir yengilroq. 3 marta qo'yib oldik, hozir 7 minut bo'lib ketdi. Nima deysiz narxlari haqida? 7,5 million beramiz. 7,5 milliondan narx aytibsan. Savdosi bor. Bir joyga 7,5 dan. Bir joyga 7,5 dan yana savdosi bor. Kelishtirib olamiz deyapti. Telefon nomerlar bormi? Bor. Ayting telefon nomerini. Narxlarni olganman, sizdan olaylik. Endi agar arzonroq qilib beraman desangiz, yana bog'lanasiz. Sharofiddin Uz kanalida. Ayting. 99lik 99lik 676 32 84. Bog'lanasizlar, bemalol Sharofiddin Uz kanalidan desangizlar, arzonroqlashtirib beriladi. Sog' bo'ling aka. Mana shu yerdan yana hisori qo'ylarni so'ragan aka-ukalarimiz yana buni ham jo'natib qo'yasizlar mana. Bugun payshanba bozoriga juda zo'rlari kirdi. Holatlarni hozir ko'rsatib boramiz. Bo'ylari hammasi 80. Metr qo'limizda metrlar ko'rdik hammasini. Yoshlari nima buni? 15 tasi, 2 tasi. 15 soni nechtadi? 17 dan. 17 bosh qo'y, 15 tasi dusoq 2 tish, 2 tasi chori deb aytilyapti. Bering. Bitta ikkita qilayotganim. Mana bir joyga. Bir joyga. Hozir meni bizaydigan odam. Bitta meni qo'yib 15 tasi dusoq, 2 tasi chori qo'y, bir joyga 7,5 dan savdo bo'lyapti, berilmayapti. Do'stlar, qo'ylarning holati yaxshi, tayyor turibmiz qo'chqorga. Bemalol mana shunday qo'ylarni olib boqsangiz, juda zo'r. Qo'y qilishga yaxshi holatda turibdi. Qo'yni nimasi ham qarab olingizlar. Qanday bo'lishi kerak? Ozaligi bilinadi. Bular bir yemmi? Bir joyga 7,5 dan berilmayapti mana. Telefon nomerlar bormi? Telefon nomerlari. 99lik 131 375 raqamiga bog'lanasizlar akalar. Izi bor deyishyapti. Mana aka-ukalar, biz optim joyda yana sal chekkaroqlarga chiqdik. Optim narxlarini ko'rdinglar hammalaringizlar. 7,5 milliondan berilmayapti qo'ylar. 8 milliondan narx aytilyapti, 7,5 milliondan narx aytilyapti ayrimaga.
Yana ko'p joylar 10 milliondan 10 milliondan aytilmadi, 9 million 10 million bir joyga 10 milliondan aytildi. Kechirasi bir joyga 10 milliondan ham aytilgan qo'ylar bor. Lekin mana shunaqa holatda. Bular yoshlarnimi aka? Panjimi? Ha? Chori, 3-qori, 2-qori shunaqa holatda ekan qo'ylarimiz. Qayerda qo'ylar sog'lommi? Oltin soyda qo'ylar ekan. 2 tuqqan, 3 tuqqan qo'ylar. Narxlarimi deysiz aka? 8 ming aytyapsiz. Savdo bo'lmadi. Savdo bo'lmasa 8 ming aytyapti. 7 dan kamiga bitadimi yo'q? 7 dan pastga bitadimi yo'q? Bitmaydi bir joyga. Bir joyga 7 dan baland. 7 dan baland aytishyapti, bir joyga 7 dan baland bo'lsa bitadi deyapti. Do'stlar, mana davom etaveramiz mana. Agar uy sharoitida qo'y boqmoqchi bo'lsangiz, mana chori olsangiz juda zo'r bo'ladi, chori qo'y. Uy sharoitida ayniqsa dalani, dashtni qo'yini olsangiz, juda zo'r, juda tez moslashadi. Aka, mana bu yoshi nimadi? Chori qo'y, 3-qori. Qolganlarichi bular? Ko'zi mana bu aralash ekan, ko'zlari ham bor ekan. Nechi pul narx aytyapsiz mana buni? 8 so'rayapti. 8 so'rayapti. 8 ga berilmabdi akalar. 8 millionga mana shunaqa sog'liq qo'ylar bozorga turibdi, endi savdo qilib olaverasizlar. Do'stlar, bizni kuzatib, qo'llab-quvvatlab turaveringizlar. Mana biz sizlar uchun yana harakat qilib boraveramiz. Mana bu yerda yana sog'liq qo'ylar, hozir ma'lumotlarni olamiz. Holatlari bilan bulardan ham holatlari juda zo'r. Hali qo'chqor qo'shilmagan bularchi? Qo'chqor qo'shilmagan. Endi olasiz o'zingizga didingizga mos, o'zingizga yoqadigan qo'chqorni olib qo'ysangiz bo'ladi. Bolani zo'r beradi. Bo'ylari 80 atrofida. 2-4 tishmi? Hammasi. Panjisi yo'qmi ichiga? Panji bitta bor, mana. Bitta panjisi bor ekan. Qolganlari 2 tish, 4 tish. 2 tish mana bu panjimi? Mana shu 40 qo'y sog'lomimiz ana shu panji ekan. Bu ham uy sharoitida bo'ladi. Bemalol juda zo'r. 3 ta 4 ta kamiga bolasini olsangiz bo'ladi. Yaxshirog'ini tushirasiz. Lekin chora olsangiz juda yana yaxshiroq bo'ladi. Bo'ylari hammasi 80 baland shunaqa atrofida. Narxlar yengilroq narx ayting. Endi bozordan salgina o'tadigan narx ayting. Yo, o'tib beramiz. 9 baho qo'yapmiz, o'tib beramiz. 9 baho qo'ygansiz o'tib berasiz, ha? 9 baho qo'ygan, 8 dan kamiga bitadimi yo'q? Savdo qilsak, Kelishamiz. savdo qilishadi. Qayerda qo'ylari? Ha? Deynovdan akalar, Deynovdan kelishdi. Mana. Rahmat aka, barakasini bersin, savdoingizni bersin. Do'stlar, davom etaveramiz mana shu yerda. Agar sog'liq qo'ylar mana shu narvesi tagi bilan mana shu oldiga bo'ladi. Shu polni ketigacha uzoqligi bilan davom etadi. Lekin hozir shu hafta bu yerda mana qo'zlar ham kiribdi. Juda ko'p qo'zlar kirgan, akalar boshqa joyga olib kelishimiz kerak. Chalg'imaymiz, mana shu sog'liq qo'ylarning ma'lumotlarini olamiz. Yoshlari nima buni akam? Yoshlari nima? So'q. 2 tish, 4 tish aytilgan. Panjisi yo'q, mana nima buni? Beranda uni panjisi. Mana. Panjisi so'q. Chori so'q qo'ylarimiz biron-biron ham panjisi yo'q deyshadi. Narxlari yengil holatda olasizlar. Xudo xolasa bitirasiz. Dasht qo'ylari bular. Hammasi dasht qo'ylar. Hammasi sog'lom. Hammasi sog'lom. Birinchi ochilatga sog'lom bo'lish kerak-da. Ana u qimmat olib qo'ysang, sog'lom, arzon olsa ham sog'lom bo'lish kerak-da. Sog'lom bo'lmasa baraka topolmaydi. Yengilroq narx qo'yamiz, xudo xolasa. 7,5 dan kami bor. Ha, 7,5 dan kami bor. Mana holatiga qarab savdo bo'ladi qo'ylar. 7,5 dan kami bor. Aka, kelishtirib beramiz. bir joyga kelishtirib berasiz, ha? Bir joyga olinsa yana kelishtirib beriladi. Yengilroq qilib beriladi. Ben qo'y so'raganda unday qilma. Net so'rayapsiz aka? Qaysini so'rayapsiz? Hozir beraman. Hozir ber. Berqara unday qilma. Qaysinga? Mana bungami? Yo'q, mayli. Mana 74 ga oling deyapti. Menimcha oladigan 70 dan balandroq so'rasa kerak. 74 bo'lsa oling deyapti egasi. Mana bu yerda mana boqilgan sog'liqlar ham bor ekan. Bu ne şul valla bu? Ha? Bu boğaz mı? Ne adı?
10 million so'rayapti. Bo'g'ozmi? Yoshi nima bu? Ha, chori ekan. Chori ekan. Hozir 10 million so'radimi? Bir kunlik qilma. Yara. Necha so'rayapti? Necha so'rayapti? 73. 100 ming qolibdi, rais. Bitirib qo'ying. Shu yerdan olganimda ham beradi. Mana bu yerda mana ko'zlar kirgan. Do'stlar, puli yengilroqlardan yana so'raymiz. Sizlar uchun savollar juda ko'p kirgan. Savollar ko'p. Menimcha narxlar hozirroq arzonlaganga o'xshayapti. O'tgan hafta 10 millionning tepasi $1000 shunaqa narx aytilgan edi bozorda. Bu safar arzonroq narxlar aytilgan. Mana bu yaxshi qo'y ekan, mana bu. Mana bu yaxshi qo'y ekan. Yoshi nima ekan? Yoshi nima ekan? Yoshi nima edi? Chori sog'liq, hammasi bitta tusog'i bor. Hammasi chori bitta tusog'i bor, ha? Bo'g'ozmi? Bo'g'oz ekan. Necha aytasiz? 7 million savdo bo'libdi. 7 million. Mana. 7 million berilmoqda. Mana bu ham yaxshi bo'ladi. Yet olsa yana ancha yaxshi bo'ladi. Bu yerda yana puli yengilroq, arzonroqlardan bor ekan. Panjimi bular? Chorimi? Chori qo'ylar ekan. Sog'liq bozor bugun sog'liqlar juda ko'p kiribdi, ha? Sog'liq hamma sog'liq kelganmi deyman. Qancha narx aytamiz? 6,5 6mi? Aka 5 million aytyapman aka. 5 milliondan aytamiz. 5 milliondan bir joyga aytamiz. Bir joyga 5 milliondan. Rostagami aka? Bir joyga 5 milliondan. 4,5 milliondan sanaga odamga baraka. 4,5 million sanaga odam bor ekan. Ay, endi mart savdo qilgan odamni borki olmasa ilojim yo'q-da. Mana shunday yuraydan narx aytsa, 4,5 million baraka aka. Telefon nomer 97lik. 087. Nechi? 087 0993 raqamiga bog'lan. Adres Oltinsoydan kelishdi. Mana bu nima yoshi? Ko'rsatingda ko'rsataymi? Ha, mana shu yoshini ko'rsating-da, yoshini ko'rsating. Bir marta tushib bo'ldingiz. Mana aka, qo'ylar tishmon juda. Mana aka. Bo'l. Rahmat. Bog'lanasizlar Sharofiddin Uz kanalidan. Agar aytsa arzonlashtirib berasiz yana. Xohlagan odam ko'p, Izi bor. Do'stlar mana. Davom etaveramiz. Mana. Yoshlar nima buni aka? Yoshi nima bular qo'ylarni? Issiq choriq aka. 2 tish 4 tish. 3-chi, 4-chi qoringa tayyor. Xudo xolasa mana. Narxlarini nima bo'ladi? 6,5 dan deyapman aka. 6,5 dan aytapsan. Qo'yib berdim 6,5 dan. Voh, shu qo'yib berdingizmi? Beli uzun ekan. Choriq. Mana shuni? Choriq. 6,5 berdingizmi? 6,5 berdim. Boqilmaganmi? Yo'q aka, bular nega qarang, moda yurgan qo'y. 6,5 ga mana shu chori sog'liq berildi. 4 tish ekan. Bozor ozroq taylagan, hurmatli obunachilar, internetdan ko'ra yana ozroq taylagan. O'tgan haftadagidan yana ancha taylaganga o'xshayapti. Ular yoshi nima aka? Yoshni so'q chorim. 2 tish 4 tish. 2 tish 4 tish. Mana suyagi bor, yeti kam lekin. Yet olsa bular ham bo'ladi, o'zini ko'rsatadi bular ham. Mana bu qo'ylar uy sharoitida bo'ladi, yeluzini. Uy sharoitida juda tez moslashadi. Dashtni qo'yini shuning uchun odamlar o'qtaradi. Dasht qo'y uyga kelsa tez o'zgaradi, lekin uyda qo'yini dashga olib borsangiz juda arg'ilab ketadi, qiyin masala. Qanchada bo'ldi bobo bular? 5,200 dan savdo bo'ldimi? Bir joyda berilmadi 5,200 dan. Mana do'stlar, hurmatli obunachilar, Sarasiyob payshanba mol bozori bugungi narxlar mana shunaqa bo'lyapti. Kuzatib boramiz. Bu qanchaga qoldi, savdo bo'ldimi? Ularni 48 dan so'rayapti. 48 dan, mana. Shu hafta savdolar tayladi do'stlar. Hurmatli obunachilar, bular olingan qo'ylar. Yana oldiroq olaylik. Hali mana. Bu yerda yana bor ekanda. Qancha bo'lib qoldi aka?
6,5. Panjimi, chorimi? Chori 6,5 million. Chori 6,5. Bunisi-chi, buni yoshmi mana? Qancha qoldi bu? 2,5 million. Ha, onasi 6,5. Do'stlar, agar yo o'zim boqib semirtirib olaman desangiz, mana bunaqa qo'ylarni olsangiz bo'ladi. Lekin ozgina kechikadi qurbon. Qo'shqorga ketishiga kechikadi-yu. Semirtirganicha kechikadi. Yosh nima buni? Panjimi nima? Qancha chorib? Buni choriq. Qancha? 5 million. 5,5 dan deyapman. Kelishamiz, savdo qilib berasiz. 5,5 aytlab kelishamiz.